Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 21-fevraldan 24-fevralgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-22 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 23-24 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 21 va 23-24 fevralda 0.5 daraja iliq, 22-fevralda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 21-fevralda 6-11 daraja iliq, 22-23 fevralda 10-15 daraja iliq, 24-fevralda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-23 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 24-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 21 va 23-24 fevralda 0.5 daraja iliq, 22-fevralda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 21-fevralda 6-11 daraja iliq, 22-23 fevralda 10-15 daraja iliq, 24-fevralda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-23 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 24-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 20-fevralda kechasi va kunduzi 9-14 daraja iliq, 22-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq, 23-fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq, 24-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida kechasi 21 va 23-24 fevralda 0.5 daraja iliq, 22-fevralda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 21-fevralda 6-11 daraja iliq, 22-23 fevralda 10-15 daraja iliq, 24-fevralda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 22-24 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 21-fevralda kechasi va kunduzi 9-14 daraja iliq, 22-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq, 23-24 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 22-24 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 21-fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq, 22-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq, 23-24 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 22-24 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 21-fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq, 22-fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq, 23-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq, 24-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-fevralda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. 22-24 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 21-fevralda kechasi va kunduzi 5-10 daraja iliq, 22-fevralda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0.5 daraja iliq, 23-24 fevralda kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.